Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Yoqimli ishtaha kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan shaftoli shirinligini tayyorlaymiz. Shaftoli uchun kerakli mahsulotlarimiz 700-800 gram un, 2 dona tuxum, 250 gram sливочный maslo, 2 osh qoshiq smetana, 10 gram razrahli til, 1 pachka vanilin, 450 gram shakar, 150-200 gram shaftoli murabbosi kerak bo'ladi. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. İşimizni avvalo idishga tuxum chaqishdan boshlaymiz. 2 tuxumni idishga chaqib olamiz. Vinchik yordamida oppoq holatga kelguncha yaxshilab 1-2 minut davomida ko'pirtirib olamiz. Shakar solib, uni ham oppoq holatga kelguncha 1-2 minut davomida ko'pirtirib olamiz. 2 osh qoshiq smetana solamiz. gram sливочный maslani ham xona haroratida erigan bo'lishi kerak. Erigan xona haroratiga turgan sливочный maslani solamiz. Bir pachka vanilin, uni ham massaga solib ozgina shakarimiz ortib qoldi, uni oxirida ishlatishga olib qo'yamiz. Vinchik yordamida hamma massani birdaniga aralashtirishni boshlaymiz. Yaxshilab bir-biriga aralashib ketish uchun 1-2 minut davomida aralashtiramiz. Idishga un solamiz ozgina. Oz-ozdan solishimiz kerak. Un bilan birgalikda razrahli til ham solib, elakdan o'tkazib olamiz. Lopatka yordamida un bilan massa yaxshilab aralashguncha aralashtiramiz. Birdaniga ko'pgina un solmasdan oz-ozdan un solish kerak. Oz-ozdan yana un solib, elakdan o'tkazib, qo'limiz bilan xamir qorishni boshlaymiz. Xamir yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamir bo'lishi kerak. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Yaxshilab dumaloqlab muzlatgichga 1 soatga qo'yib qo'yishimiz kerak. Xamir shunaqa yumshoq, qo'lga yopishmaydigan silliq xamir bo'lishi kerak. Yaxshilab salofan paketga yopib 1 soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Qo'limiz bilan dumaloq zuvolachalar olib, dumaloq holatga keltirishimiz kerak. Ozgina qo'limiz bilan tekislab chiqamiz.
salgina bosib, zuvolalar bir xil shaklda bo'lishi kerak, bir xil razmerda. Mana zuvolalarimiz tayyor bo'ldi. Qo'limiz bilan yaxshilab shakl berib, ozgina ezib, listga terib chiqamiz. Mana listga terib chiqdik. 170-180 gradusda qizib turgan duxovkaga qo'yib pishirib olamiz. Mana pishib chiqdi. Xuddi shunday holatda bo'lishi kerak. Taglari ham pishgan. Ozgina sovutib, ichini shunaqa dumaloqlab, tekislab kesib olamiz. Ichiga nachinka bo'ladi. Hammasini bir tekisda bir xil qilib ichini kesib chiqamiz. Ichidagi uvoqlarini tashlab olmaymiz. Qo'limiz bilan yaxshilab ezib, menda shaftoli murabbosi bor edi, shuni ishlatdim. Xohlaganlar boshqa murabbodan yoki varenniy molokodan foydalansa bo'ladi. Shaftoli murabbosiga qo'limiz bilan ezilgan uvoqlarimizni solib yaxshilab aralashtiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Ozgina-ozginadan tekislab ichiga surtib chiqamiz. Bir xil qilib yonlariga ko'p chiqib ketmasligi kerak. Bir-biriga shunaqa holatda yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Tekis bo'ldi. Tayyor bo'lgan shaftolilarni, menda tayyor rang bor edi, shundan foydalandim. Bir tarafini shaftoli rangida, bir tarafini qizil rangida botirib olamiz suvga. Keyin shakarga yaxshilab aylantirib chiqamiz. Mana shu holatda davom etadi. Hammasini shunaqa qilib rangga botirib shakarga bulab olamiz. Ko'p botirib turmasligimiz kerak, suvlari xamirga o'tib. Shunday qilib hamma shaftolilarimizni avval rangga, keyin shakarga botirib chiqamiz. Mana shaftolilarimiz tayyor bo'ldi. Shaftoli juda ham xamiri yumshoq, og'izda eriydigan shaftoli bo'lib chiqadi. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishlaringizni maslahat beraman. Hammaga kattakon rahmat. Kesib ko'rsatyapmiz. Shaftoli shunaqa ichlari yumshoq, shirin bo'lib chiqadi.